Bugungi mavzu juda muhim. Bu barcha pensionerlarga taqiqlanadi. Men buni qo'rqitish uchun emas, balki ko'pchilik bilmay turib xato qilib qo'ymasligi uchun aytyapman. Chunki pensiya masalasida birgina noto'g'ri harakat, birgina yashirilgan ma'lumot yoki mayli keyin aytarman degan beparvolik, ortiqcha to'lov, qarzdorlik, jarima, hatto sudgacha boradigan muammoga aylanishi mumkin. Agar siz pensioner bo'lsangiz, oilangizda pensioner ota-onangiz, bobo buyingiz bo'lsa yoki siz ularning pensiya kartasidan pul yechib beradigan farzand bo'lsangiz, bu video sizga bevosita tegishli. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bunday mavzularda oddiy odam tushunadigan tilda aniq misollar bilan tushuntirib beraman. Avval eng asosiy gapni aytaman. Pensionerlarga taqiqlanadigan eng xavfli narsa bu pensiya olishga ta'sir qiladigan holatlarni yashirish, yolg'on ma'lumot berish, soxta hujjat topshirish yoki boshqa shaxs nomidan pensiya pullarini noqonuniy olishdir. Ko'pchilik buni men o'g'liman-ku, men qiziman-ku, onam o'zi menga aytgan, otam kasal, men olib turibman deb oddiy holat deb o'ylaydi. Lekin huquqiy tomondan qaraganda har bir pensiya to'lovi aniq shaxsga, aniq asosga va aniq holatga bog'langan bo'ladi. Oldin ko'p narsa qog'oz hujjatlar orqali yuritilgan. Mahalla ma'lumotnomasi, ish joyidan spravka, tibbiy hujjat, yashash joyi bo'yicha tasdiq, bank orqali to'lov, pochta orqali to'lov. Ba'zi holatlarda ma'lumotlar kech yangilanardi. Masalan, pensioner vafot etsa, ba'zi qarindoshlar buni vaqtida xabar qilmasdi va karta orqali yana 1-2 oy pul yechib olish holatlari bo'lardi. Yoki nogironlik pensiyasi olayotgan odam mehnat qobiliyati tiklangan bo'lsa ham, hujjatlarni yangilamasdan avvalgi tartibda pul olishda davom etardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. FHDga yo'q, soliq, bank, tibbiy, ijtimoiy ekspertiza, migratsiya va boshqa tizimlar orqali ma'lumotlar solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Bugun yashirilgan narsa ertaga baribir chiqadi. Muammo esa shunda, tizim keyin aniqlaganda ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi qo'yiladi. Ba'zan odam, men bilmagandim, menga hech kim aytmadi, pul kartaga tushdi, demak olish mumkin deb o'yladim deydi. Ammo ko'p holatda bu bahona bo'lib qoladi. Chunki qonunda fuqaroda o'z holatini xabar qilish majburiyati bor. Men birinchi navbatda oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya sizga shaxsiy huquq sifatida beriladi. Ya'ni bu pul sizning yoshingiz, ish stajingiz, sug'urta badallaringiz, nogironlik holatingiz, boquvchisini yo'qotganlik holati yoki boshqa qonuniy asoslar bo'yicha hisoblanadi. Shuning uchun shu asoslardan biri o'zgarsa, bu pensiya miqdoriga yoki umuman pensiya olish huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotgan oddiy pensioner ishlashni boshlasa, har doim ham pensiyasi to'xtatiladi degani emas. Ko'p odamlar pensioner ishlasa pensiyasini olib qo'yishadi deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, kompensatsiyalar yoki alohida maqomga bog'liq imtiyozlar bo'lsa, ishga kirish, daromad manbai paydo bo'lishi yoki yashash holati o'zgarishi ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men pensionerman, xohlagan narsamni qilsam bo'ladi degan fikr noto'g'ri. Yana bir misol, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan talaba bor deylik. U 28 yoshdan oshgan, lekin kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun pensiya olishda davom etyapti. Agar u o'qishni tashlab ketsa, akademik ta'til olsa, sirtqi ta'limga o'tsa yoki talabalik maqomi tugasa, bu haqida xabar berish kerak. Chunki bu holat pensiya huquqiga ta'sir qiladi. Agar u 6 oy davomida xabar bermasa va pensiya olayotgan bo'lsa, keyin tekshiruvda aniqlansa, shu 6 oyda ortiqcha olingan pul qaytarilishi talab qilinadi. Birinchi guruh. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotgan fuqarolar. Agar nogironlik muddati tugagan bo'lsa, qayta tibbiy ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, xulosa yangilanmagan bo'lsa, to'lov masalasi o'zgarishi mumkin. Ba'zan odam avval berilgan-ku deb yuraveradi. Yo'q, ayrim nogironlik guruhlari muddatli belgilanadi. Muddat tugasa, hujjatni yangilash kerak. Aks holda keyin to'lovlar to'xtashi yoki qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda eng ko'p xato bolalar, talabalar, vasiylar va qarindoshlar tomonidan bo'ladi. Bola voyaga yetdi, talaba o'qishni tugatdi, boshqa asos yo'qoldi. Lekin pul tushishda davom etmoqda. Tushayapti-ku demak mumkin deyish katta xato. Pul tushgani uning doim qoni ekani anglatmaydi.
tizim kechikib yangilangan bo'lishi mumkin. 3-guruh. Chet elga doimiy yashashga ketgan yoki uzoq muddat boshqa davlatda yashayotgan pensionerlar. Bu masalada ham har bir holat alohida ko'riladi. Odam vaqtincha ketdimi? Doimiy yashashga ketdimi? Hisobda turibdimi? Bank kartasi orqali pul olayaptimi? Ishonchnoma bormi? Bularning hammasi muhim. Eng katta xato pensioner chet elda, kartasi esa qarindoshida. Qarindoshi har oy pulni yechib yuradi. Lekin tegishli idoralarga hech qanday ma'lumot berilmagan. Keyin biror tekshiruvda savollar paydo bo'ladi. 4-guruh. Pensionerning kartasi yoki pensiya pulini boshqarayotgan farzandlar. Men buni alohida ta'kidlayman. Ota-onangizning kartasi sizning kartangiz emas. Ularning PIN kodi sizda bo'lishi amaliy jihatdan qulay tuyulishi mumkin, lekin huquqiy jihatdan xavfli. Agar ota-onangiz tirik, aqli raso, o'zi rozilik bergan bo'lsa ham. Eng to'g'ri yo'l bank va notarial tartibdagi ishonchnoma orqali ish qilishdir. Ayniqsa pensioner yotib qolgan, kasal harakatlana olmaydigan bo'lsa, shunchaki kartani olib yurish o'rniga qonuniy vakillikni rasmiylashtirish kerak. Birinchi vaziyat. Bir pensioner ayolning pensiyasi oyiga 20.800.000 so'm deylik. U kasal bo'lib qolgan, o'g'li har oy kartasidan pul yechib, dori-darmon olib bergan. Bu yerda agar ona tirik, rozi va pul uning ehtiyoji uchun sarflanayotgan bo'lsa, muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin ona vafot etdi. O'g'il esa dafn xarajatlari bor deb keyingi oy tushgan pensiyani ham yechib oldi. Mana shu joy juda xavfli. Chunki vafot etgan shaxs nomiga vafotidan keyin tushgan to'lovlar qonuniy meros yoki daf puli tartibi bilan hal qilinishi kerak. Kartadan shunchaki yechib olish esa noqonuniy o'zlashtirish sifatida baholanishi mumkin. Agar 20.800.000 so'm yechilgan bo'lsa, uni qaytarish talab qilinadi. Holat og'ir bo'lsa, huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham aralashishi mumkin. Ikkinchi vaziyat. Talaba qiz otasi vafot etgani uchun o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Oyiga 900.000 so'm. U kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun to'lov davom etadi. Lekin u ikkinchi kursda o'qishni tashlab ishlashga kiradi. Pensiya esa yana taksi oy tushadi. 900.000 so'mdan taksi oyda 7.200.000 so'm bo'ladi. Keyin ma'lumotlar solishtirilganda u talaba emasligi aniqlanadi. Natija ortiqcha to'lov qarz sifatida chiqariladi. Qiz men bilmadim desa ham, to'lovni qaytarish masalasi baribir ko'tariladi. Uchinchi vaziyat. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning qayta ko'rik muddati iyulda tugagan. U esa navbat katta keyin boraman, baribir o'zim yomonman deb 3 oy yuradi. Pensiya davom etsa ham, keyin tibbiy xulosa kechikib rasmiylashsa, to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Agar nogironlik guruhi o'zgarsa, masalan 2-guruhdan 3-guruhga o'tsa, pensiya miqdori ham o'zgaradi. Agar umuman nogironlik tasdiqlanmasa, oldingi davr bo'yicha savol tug'iladi. Shuning uchun muddatlarni nazorat qilish juda muhim. 4-vaziyat. Pensioner erkak chet elga farzandlari yo'liga ketgan. U yerda 1 yil yashagan. O'zbekistondagi kartasini esa keliniga qoldirgan. Kelin har oy 2 million so'm yechib, dadam aytdi deb ishlatib turgan. Agar hammasi pensionerning roziligi bilan va qonuniy vakolat bilan bo'lsa, buni tasdiqlash mumkin. Lekin hech qanday ishonchnoma yo'q, pensioner bilan aloqa yo'q, pul qayerga sarflangani noma'lum bo'lsa, bu oilaviy mojaro paytida katta muammoga aylanadi. Boshqa farzandlar pulni kim oldi deb da'vo qilishi mumkin. Bank, pensiya organi, sud ham hujjat so'raydi. Og'zaki aytgan edi degan gap ko'p holatda yetarli bo'lmaydi. Agar siz yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilib yursangiz. Kartangizni o'zingiz ishlatsangiz, hech qanday yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsangiz, vahimaga tushishga hojat yo'q. Bu video sizni qo'rqitish uchun emas, tartibni eslatish uchun. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, darhol pensiyamni olib qo'yishar ekan deb o'ylamang. Har bir to'lov turi alohida. Asosiy yoshga doir pensiya boshqa, qo'shimcha ustama boshqa, ijtimoiy yordam boshqa. Nogironlik yoki o'quvchisini yo'qotganlik asosidagi to'lov boshqa. Sizga tegishli holatni pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki rasmiy manbalardan aniqlashtirib oling. Men doim aytaman, qo'shnining gapi bilan emas. Rasmiy javob bilan ish qiling. Agar siz ota-onangizga yordam berib, ularning pensiya pulini faqat o'zlariga doir oziq-ovqat, kommunal to'lov uchun ishlatayotgan bo'lsangiz, bu ham o'z-o'zidan jinoyat degani emas. Lekin bu ishni toza va hujjatli qiling. Masalan, ota-onangizning roziligi bo'lsin. Zarur bo'lsa ishonchnoma rasmiylashtiring.
Katta xarajatlar bo'lsa, cheklarni saqlang, aka-uka. Opa-singillar orasida kelishmovchilik chiqmasligi uchun ochiq hisob kitob qiling. Birinchi tuzoq. Pul tushdimi, demak meniki degan fikr. Yo'q, bu noto'g'ri. Bank kartasiga pul tushgani uning sizga qonuniy tegishli ekanini avtomatik isbotlamaydi. Ba'zan tizimlar o'rtasida ma'lumot kechikadi. Ba'zan hujjat vaqtida yopilmaydi. Ba'zan texnik xatolik bo'ladi. Ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinadi. Ikkinchi tuzoq. Men pensionerning yaqin qarindoshiman. Shuning uchun olishi mumkin degan fikr. Qarindoshlik pulni avtomatik boshqarish huquqini bermaydi. Ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz yoki buyingiz bo'lishidan qat'i nazar, ularning nomidagi pulni ularning roziligisiz yoki qonuniy vakolatsiz ishlatish mumkin emas, ayniqsa. Pensioner vafot etgandan keyingi to'lovlar masalasida juda ehtiyot bo'lish kerak. Uchinchi tuzoq. Soxta hujjat yoki tanish orqali spravka. Ba'zi odamlar stajni ko'paytirish, ish haqi ma'lumotini oshirish, nogironlik holatini noto'g'ri ko'rsatish yoki o'qish haqidagi ma'lumotni yashirish orqali ko'proq pul olishga urinadi. Bu juda xavfli, chunki pensiya hujjatlari keyin ham tekshirilishi mumkin. Agar soxtalik aniqlansa, faqat ortiqcha pensiya qaytarilmaydi, balki javobgarlik masalasi ham ko'tariladi. To'rtinchi tuzoq. Ishonchnoma muddati. Ba'zan pensioner notarius orqali ishonchnoma beradi. Farzandi shu asosda pul olib turadi. Lekin ishonchnomaning muddati tugagan bo'ladi. Yoki ishonchnoma faqat bankdagi bir amal uchun berilgan, lekin boshqa maqsadda ishlatiladi. Hujjatni o'qimasdan ishonchnoma bor-ku deb yurish ham xato. Unda kimga qanday huquq, qancha muddatga berilgani aniq yozilgan bo'ladi. 5-tuzoq. Vafot holatini yashirish. Men bu joyda juda qat'iy aytaman. Pensioner vafot etgandan keyin uning pensiya kartasidan pul yechish mumkin emas. Dafn xarajati, qarzlar, oilaviy ehtiyojlar bo'lsa ham buni qonuniy tartibda hal qilish kerak. Vafot haqida FHDda qayd qilinadi. Pensiya organiga ma'lumot boradi. Kerak bo'lsa dafn puli yoki meros masalasi alohida rasmiylashtiriladi. Lekin karta menda edi, pin kodni bilardim, yechib oldim degan yo'lga xatoga olib keladi. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, o'z pensiya hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, bank kartasi, ish staji bo'yicha hujjatlar, nogironlik xulosasi, talabalik ma'lumotnomasi, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlar bormi? Hammasini bir joyga jamlang. Hujjatlarda ism, familiya, tug'ilgan sana, JSH, manzil, bank rekvizitlari to'g'ri yozilganiga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, agar holatingiz o'zgarsa kutib o'tirmang. Ishga kirdingizmi? O'qishni tugatdingizmi? Nogironlik muddati tugayaptimi? Chet elga uzoq muddat ketayapsizmi? Yashash manzilingiz o'zgardimi? Bank kartangiz almashdimi? Darhol tegishli idoraga murojaat qiling. Eng avvalo tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga borish mumkin. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi yoki rasmiy elektron xizmatlar orqali ham ayrim ma'lumotlarni tekshirish mumkin. 3-qadam. Murojaatni og'zaki emas, yozma qiling. Masalan, men falonchi pasport ma'lumotim shunday, pensiya oluvchiman. Menda quyidagi holat o'zgardi, ishga joylashdim, o'qishim tugadi, chet elga ketmoqdaman. Nogironlik qayta ko'rigidan o'tdim. Shu holat pensiyamga qanday ta'sir qilishini tushuntirib berishingizni so'rayman deb ariza yozing. Arizangizga kirim raqami oldiring yoki elektron murojaat bo'lsa, tasdiq raqamini saqlab qo'ying. Keyin men aytgandim deb isbotlash oson bo'ladi. 4-qadam, karta va pin kod masalasida tartib o'rnating. Agar pensionerning o'zi pul yecha olmasa, bankdan maslahat oling. Notarius orqali ishonchnoma rasmiylashtiring. Ishonchnomada pensiya pulini olish, bank hisob varag'idan foydalanish, zarur to'lovlarni amalga oshirish huquqi aniq yozilgan bo'lsin. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibi bor yo'qligini so'rang. Har bir hududda amaliy tartib farq qilishi mumkin, lekin qonuniy yo'l doimo bor. 5-qadam, ortiqcha to'lov bo'lganini sezsangiz yashirmang. Masalan, sizga odatdagidan ko'proq pul tushdi. Oldin 1 million 70 ming olardingiz, birdan 3 million tushdi. Yoki pensiya to'xtashi kerak deb o'ylagan davrda ham pul tushdi. Darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilib sababini so'rang. Agar xatolik bo'lsa, keyin katta qarz bo'lib yig'ilib qolmasin. 1 oyda aniqlansa muammo kichik, 2 oyda aniqlansa qarz katta bo'ladi. 6-qadam, oilada shaffoflik qiling. Agar bir farzand ota-onaning pensiya pulini boshqarayotgan bo'lsa, qolgan farzandlarga ham umumiy
ma'lumot berib tursin. Masalan, oyiga 2 million pensiya tushdi. Shundan 600 ming doriga, 200 ming oziq ovqatga, 300 ming kommunal to'lovga, qolgan qismi onaning o'zida qoldi. Bu nafaqat huquqiy, balki oilaviy tinchlik uchun ham muhim. Ko'p nizolar aynan pul qayerga ketdi degan savoldan boshlanadi. 7-qadam. Vafot holatida qonuniy tartibni bajaring. Avvalo tibbiy ma'lumotnoma, keyin FHDYO orqali o'limni qayd etish. Undan so'ng kerakli idoralarga murojaat qilish. Pensionerning kartasidan o'zboshimchalik bilan pul yechmang. Agar dafn xarajatlari bo'yicha yordam yoki to'lovlar bo'lsa, rasmiy tartibda so'rang. Meros masalasi bo'lsa, notariusga murojaat qiling. Bu yo'l biroz vaqt olishi mumkin, lekin keyingi muammolardan himoya qiladi. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga alohida daftar tutishni maslahat beraman. Unda pensiya miqdori, qaysi sanada tushishi, bank kartasi muddati, nogironlik qayta ko'rik sanasi, ishonchnoma muddati. Muhim telefon raqamlari yozib qo'yilsin. Masalan, nogironlik ko'rigi muddati 2026 yil 21 martgacha. Ishonchnoma muddati 2025 yil dekabrgacha. Pensiya kartasi muddati 2027 yil yo'ltakish oy. Bu oddiy ko'rinsa ham ko'p muammolarning oldini oladi. Agar siz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi talabaning ota-onasi yoki vasiysi bo'lsangiz, har o'quv yili boshida talabalik holatini tasdiqlovchi hujjatlarni tekshiring. Talaba o'qishni davom ettiryaptimi, kunduzgi shakldami, akademik ta'tildami, o'qishdan chetlatilmaganmi? Bitta buyruq, bitta o'zgarish pensiya huquqiga ta'sir qilishi mumkin. Agar siz ishlayotgan pensioner bo'lsangiz, mehnat shartnomangiz ishga kirgan sana ish haqi, soliq tizimidagi ma'lumotlar to'g'ri aks etganini tekshiring. Chunki ayrim imtiyozlar yoki qo'shimcha to'lovlarda daromad holati ahamiyatli bo'lishi mumkin. Ish beruvchi biladi deb hammasini unga tashlab qo'ymang. Pensiya sizniki, javobgarlik ham ko'p holatda sizning nomingizga keladi. Bugungi mavzuning eng asosiy xulosasi shuki, barcha pensionerlarga ta'kidlanadigan narsa bu pensiya masalasida yolg'on ma'lumot berish, muhim o'zgarishlarni yashirish, soxta hujjat ishlatish, vafot etgan yoki huquqi tugagan shaxs nomidan pul olish. Boshqa odamning pensiya kartasidan qonuniy vakolatsiz foydalanishdir. Bu oddiy xatodek ko'rinsa ham oqibati og'ir bo'lishi mumkin. Men sizga vahima emas, tartib kerakligini tushuntirmoqchiman. Hujjatlaringiz to'g'ri bo'lsa, o'zgarishlarni vaqtida xabar qilsangiz, pulni qonuniy ishlatsangiz, qo'rqadigan joyingiz yo'q. Lekin hech kim bilmaydi, kartaga tushyapti, keyin ko'ramiz degan fikr pensioner uchun ham, uning farzandlari uchun ham katta muammo keltirishi mumkin. Sizning oilangizda pensiya kartasini farzandlar boshqaradimi? Ishonchnoma rasmiylashtirilganmi? Ortiqcha to'lov yoki tushunarsiz pul tushishi holati bo'lganmi? Fikringizni izohlarda yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda pensiya, nafaqa, imtiyoz va hujjatlar bo'yicha muhim mavzularni sodda tilda tushuntirib beraman.